выдворение bo'yicha hozir ko'p savollar berilyapti. Biz bilan birga Veronika Vladimirovna, Жуковский городской суд. Hozir kiramiz. Жуковский rayonный suд. O'lingizga qog'oz berish kerak. O'sha qog'oz bilan yurasiz. Выдворение bo'lgan edim men. Mana Xudoga shukr, qayta apellyatsiya bo'ldi. Hammaga rahmat. Videoni tarqatib qo'yasizlar. Assalomu alaykum hammaga. Biz hozir mana keldik Жуковский городской суд. Biz bilan birga Veronika Vladimirovna, advokat, yurist. Ish по выдворению. O'sha выдворение bo'yicha hozir ko'p savollar berilyapti. Mana biz 10 kun ichida hozir 10 kun vaqt berilgan, 5 yilga выдворение qilingan bo'lani apellyatsiyasini yozib sudga olib keldik. Hozir kirib apellyatsiya жалобani topshiramiz. Hammaga rahmat, videoni davomida ko'ringlar. Жуковский городской суд. Hozir kiramiz. Kirib жалоба topshiramiz. Mana shunaqa qilib выдворениeni ochadi. Bunaqa emas u. Pullarni olib, hech nima qilmasdan aldab sizlarni mana Жуковский rayonный suд. Buni berdik, hammasini qog'ozlarni berdik. Жалобani bergandan keyin o'lingizga qog'oz berish kerak. O'sha qog'oz bilan yurasiz. 1 oy 2 oy ichida sud назначение qilinadi. Основание bo'lsa, выдворениeni yetsa bo'ladi. Hammasi через суд. Mana bizning advokat, bu sanakamiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Men mana bugun Flashback'da YouTube kanallaridan qidirib Muhammad akam, Sonakam orqasidan yuristlarni surishtirib topdim. Выдворение bo'lgan edim men. Mana Xudoga shukr, qayta apellyatsiya bo'ldi. Qayta apellyatsiya qog'ozini olyapman. Nasib bo'lsa endi 2 oydan keyin sud bo'ladi. Nasib bo'lsa yutib chiqib, yuzimiz yorib bo'ladi. Rahmat sizga. Omon bo'ling aka. Mana aka-ukalar, mana shu Жуковский городской sudga bugun 6 ta topshirdik. Жалоба, выдворение. Mana mashina ham turibdi. Hozir bir qanaqadir endi bularni aytish bo'yicha prestupliklarni olib keldi. Bu mana Жуковский rayonный sud. Sizlar nima qilgandan keyin, выдворение qilgandan keyin 10 kunning ichida apellyatsioniy жалоба основание topib turib yozsangiz bo'ladi. O'sha основаниyaga qarab sudya решение chiqaradi. Пока sud jarayoni siz o'sha qog'oz beradi sudya, bemalol yana yursangiz bo'ladi. 2 oy, 3 oy, 4 oy qanchaga sud cho'zilsa. Hammaga rahmat. Videoni tarqatib qo'yasizlar.